Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. 75 kilovatlik yo'limiz. Xudo xolasa mana Chorboqqa qarab yo'lga chiqyapti. Bunkurlari o'sha bemalol 5 qop, 6 qop atrofida ko'mir sug'uradi. Dvoynoy reduktli zavodskoy motordan qilib berilgan. Mana orqa tomonda kul tozalash uchun, bu yoqda bemalol olov yoqish uchun ish qo'yilgan. Tepa qismida mana bemalol kranda ko'tarish uchun ilgilar qo'yilgan. Grupa безопасный, podacha va issiqlik sezish uchun alohida turba ham qo'yib ketilgan. Mana shu holatda. Kimga kerak bo'lsa bemalol 150 kvadratdan 1,5 ming kvadratgacha kat yo'llarimiz bor. Bemalol aloqa chiqarasizlar. Bu kat yo'l doimiy kechki bet yo'llar qo'yilyapti. Ertalab soat 2-3 atrofida chiqib ketiladi. Toshkent Chorboq dam olish joyiga, dachaga yo'lasi o'rnatiladi. Dachaga o'rnatish jarayonlari ham to'g'risi bitta chiroyli video qilib tashladi. Gruppaga bemalol ko'rishlari mumkin. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bepul yetkazib beriladi. Miyalari alohida damas ichida va 1 kilovatlik stabilizator orqaga har joydan tutamaslik uchun shlanglari ham berilgan, maxsus zavodskiy shlanglar bilan.